Assalom, xat. Vazira, yaxshimisan anne? Katinang yaxshimi? Bilaman, bu xatimni o'qib turib javob yozmasliging mumkin. Sen sport odamsan. Men bir oddiy uborsaman. Sassiq polyovchi. Tag'am shunday deydi meni erkalab. Meni ikkinchi kasbim ham bor. Buning uchun menga yilning eng yaxshi qulog'i unvonini berishdi. Men kasbim bilan faxrlanaman. Mabodo yaqin kunlarda musobaqaga chet elga, Porishgami, Italiyagami, Germaniyagami, Venezuelagami borsang, meni ham ayt. Sen bahona bir dunyoni ko'raydim. Vazira, to'g'risini aytsam, seni ko'ksingdagi medallardan rashk qilaman. Qani edi o'sha medallar o'rnida men bo'lib qolsaydim. Seni rashk qilganim uchun bu gaplarni aytyapman. Seni sevib qoluvchi oshiq beqaroring, jo'shqin gaday. Sog'mish et, omonmish et anne.